شجر حلو الأغصان يتدلى منها ثمر كقناديل الإيمان. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك والجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال. Baytullohni ziyorat qilishni nasib etgan Allohga hamdlar bo'lsin. Alhamdulillah, ha, Savud, bu katta ne'mat. Bu ne'mat uchun Allohga ko'p shukr qilishimiz kerak. Dadajonim ham Allohga hamd aytishni, shukr qilishni o'rgatganlar. Allohga ibodat qilishga muvaffaq etgani uchun unga ko'p hamd aytishimiz kerak. Alhamdulillah. Savob bo'ladigan biror ish qilsak bo'lardi. Nima deysizlar? Juda ma'qul. Lekin nima qilamiz? Kelinglar, tejamkorlik qilib pul yig'amiz va uni muhtojlarga sadaqa qilamiz. Ajoyib fikr. Qoyil senga, Xolid. Ha, haqiqatdan ajoyib fikr. Muhtojlarga kerakli narsalarni sotib olib, o'zimiz yetkazib bersak, yanada yaxshi bo'lardi. Lekin oldin ota-onalarimizdan ruxsat olishimiz kerak. To'g'ri, unda kelishdik. Hozir uyga borib, ulardan ruxsat so'raymiz. Rozi bo'lishsa ertaga haramda uchrashib, niyatimizni amalga oshiramiz. Bo'ldi, kelishdik. Alloh baraka bersin. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكر حسن عبادتك. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Yaxshi keldingmi, Saud? Sog' salomat kelganing uchun Allohga hamdlar bo'lsin. Kel o'g'lim. Yaqinroq kel. O'tir. Men sizlardan ruxsat so'ramoqchi edim. Yaxshilik bo'lsin. Tinchlikmi o'g'lim? Nima gap o'zi? Men tejab ishlatib, pul yig'moqchiman va uni muhtojlarga sadaqa qilmoqchiman. Mashaalloh, yaxshi o'ylabsan o'g'lim. Barakalla. Bu fikr senga qayerdan keldi? Do'stlarim Xolid va Hasan bilan o'tirganimizda, Xolid buni bizga taklif qildi. Keyin biz oldin ota-onamizdan ruxsat so'raylik. Rozi bo'lsalar, ertaga amalga oshiramiz deb kelishdik. Albatta roziman o'g'lim. Lekin senga nasihatim, sadaqa qilayotganda niyatingni to'g'rilab ol. Alloh uchun qil va ixlosli bo'l. Niyatni to'g'rilash nima degani? Men tushunmadim, dadajon. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ana, asal qizim ham keldi. Yaxshimisizlar? Yaxshi, alhamdulillah qizim. Kel o'tir. Sen bilasanmi, Sora, niyatni to'g'rilash nima degani? Niyatni to'g'rilash? Yo'q, bilmayman. Unda o'tir. Dadajonimdan bilib olamiz. Niyatni to'g'rilash degani har bir ishimizni nima uchun qilayotganimizni qalbimizdan o'tkazib, niyatimizni aniq qilib olishdir. Niyatimiz Alloh uchun, dadajon. Barakalla, Saud. Shu niyatni qalbingda mustahkamlab ol va ixlos bilan qil. Qanday qilib ixlos bilan niyat qilamiz? Ixlos har ishni faqat Alloh uchun qilish, boshqa maqsadlarni aralashtirmaslik va ishingni puxta qilib bajarishing. Faqat Alloh uchun amal qilsang, qalbing pok bo'ladi va ishing chiroyli chiqadi. Juda ajoyib. Men sizga yordam berishda ixlos qilaman, oyijon. Barakalla, qizalog'im. Men ham darslarimni ixlos bilan tayyorlayman. Alloh sizlarga ixlos ato etsin farzandlarim va yaxshilikka muvaffaq qilsin. Tushlikdan keyin sizlarga Ixlos surasini tushuntirib beraman inshaalloh. Qur'onda ixlos haqida sura bormi? Bolajonlarim, shoshmanglar. Tushlik qilib olsak, keyin bu haqida eshitasizlar. Hozir esa menga qarashib yuboringlar. Men ixlos bilan qarashaman. Men ham ixlos bilan qilaman. Ixlos surasini o'rganishga tayyormisizlar? Ha, sabrsizlik bilan kutyapmiz. Hammamiz intizor bo'lib kutyapmiz, dadajon. Juda yaxshi. Ixlos surasi yolg'iz Allohga chin dildan ibodat qilish kerakligini o'rgatadi. Qanday qilib chin yurakdan Allohga ibodat qilamiz? Biz Allohning yagonaligi, uning sherigi yo'qligi va Alloh eng buyuk yaratuvchi ekaniga ishonamiz. To'g'ri. Kelinglar. Avval surani tinglaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Qul huvallohu ahad. Qul huvallohu ahad.
أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. Kelinglar, Allohning bu so'zini sharhlab, yaxshilab tushunib olamiz. Rahmat dadajon, hammamiz quloq solyapmiz. Allohu ahad. Allohu ahad degani Alloh bir, tanho, unga o'xshagan ham, teng keladigan ham yo'q deganidir. Allohu somadchi? Allohu somad, ya'ni hamma odamlar va barcha mavjudotlar har bir ishlarida Allohga muhtojlar. Ularga zarur barcha narsalarni Allohdan so'raydilar. Muhim ishlarida Allohga iltijo qiladilar. Ha, biz hammamiz Alloh yaratgan bandalarmiz. Allohga yuzlanamiz, undan so'raymiz, duo qilamiz. Alloh esa o'z rahmati va fazl va karami bilan bizga ato etadi. Duolarimizni ijobat qiladi. Lam yalid va lam yuladning ma'nosi nima? Lam yalid va lam yulad. Ya'ni Allohning bolasi ham, otasi, onasi ham, jufti ham yo'q. La ilaha illalloh. Va lam yakul lahu kufuwan ahadning ma'nosi nima? Bandalardan biron kimsa unga va uning ismlarida, sifatlarida va ishlarida o'xshamaydi. Uning tengi yo'q. U eng oliy va muqaddas zotdir. Subhanalloh. Barakalla azizlarim. Endi darsingizni davom ettiring. Rahmat dadajon, rahmat oyijon. Yaxshi o'qishga harakat qilinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun juda ajoyib bir amal haqida gaplashamiz. Orangizda Qur'onni bir kunda to'liq o'qib chiqa oladigan bormi? Qur'onni to'liqmi? Voy-vo, bu juda qiyin-ku ustoz. Qanday qilib bunga erishish mumkin? Bugun men sizlarga ana shu haqida gapirib beraman inshaalloh. Rostdanmi? Biz Qur'onni bir kunda o'qib tugatishimiz mumkinmi? Yaxshilab quloq solingiz. Hammasini bilib olasiz. Bir kuni payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam sahobalarini chaqirib, "Kelinglar, men sizlarga Qur'onning 3dan 1 qismini o'qib beraman", dedilar. Sahobalar yig'ilishdi. Kechirasiz ustoz. O'xshudi u so'zi. Nima degani? Yig'ilinglar degani. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobalarini chaqirib, "Kelinglar, men sizlarga Qur'onning 3dan 1 qismini o'qib beraman", dedilar. Keyin Ixlos surasini tilovat qildilar va uylariga kirib ketdilar. Tushundim. Sahobalar esa payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam vahiy uchun uylariga kirdilar, qaytib chiqib tilovatni davom ettiradilar deb o'ylashgan. To'g'rimi? Ha, to'g'ri. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga Ixlos surasi Qur'onning 3dan 1ga teng ekanini o'rgatdilar. Biz uni yaxshi yodlab olamiz va doimo o'qib yuramiz. Barakalla. Shunday qilinglar. Shunda katta savob olasizlar. Hasan, kelishilgan vaqtdan ancha kech qoldi-ya. Ketdik, ishimizni boshlayveramiz, Saud. Uni kutmaymiz. Shunda u vaqtga rioya qilishni o'rganadi. Xolid, kutmasak xafa bo'lib qoladi. Kel, yana ozgina kutaylik. Men ishonaman, u beixtiyor kech qolgan. To'xtanglar, to'xtanglar. Men ham kelyapman. Ha, kech qolishiga jiddiy sabab borga o'xshaydi. Buni yuzidan ham bilish mumkin. Ha, shokoladli muzqaymoq yeyish Hasan uchun jiddiy sabab. Qoyile, shokoladli muzqaymoq yeganimni qanday bilib qoldinglar? بين رياض القرآن شجر حلو الأغصان يتدلى منها ثمر كقناديل